paxta boshlangandan beri paxtaga chiqyapman. 3 kunda 1 milliondan oshiq olaman. Kuniga 190, 200 teraman. Rejalarim oilamga daromad keltirish uchun Xudo xolasa yaxshi niyatda kelin olishim kerak, bolalarimga uy joy qilishim kerak. O'sha niyatda paxtaga chiqib, O'zbekistonda O'zbekistonga qo'shyapman. Paxta kun issiq bo'lsa paxtaga chiqish kerak. Paxta terish kerak. Mana paxta yaxshi. Xudoga shukr, charchamaymiz. Pullarni vaqtida berib tursa charchamaymiz. Berib yotibdi, Xudoga shukr, paxta yaxshi. Tersin ayollar ham oilasiga 2 kunda bo'lsa ham 500 ming olib borsa yomon emas. Kelolmayman degan odam ham 2 kunda 500 ming olib boradi. Uyda o'tirgan ayollarga maslahatimiz, chiqib issiq kunlarda paxta terib, oilasiga daromad keltirsa bo'ladi. Sharoitlari yaxshi. Obitlari vaqtida beriladi, tarozilar tortilyapti, pullari vaqtida berilyapti. Xudoga shukr, mana olib yotibmiz. Paxtalar yaxshi.